sen rostdan ham bor aqldan ozyapsan. Sizga lupoy narsa yarashaveradi, bizga shalpayib qoladi. Конечно. O, tovuqzoda, asabimga tegma. Yoqa keta. Dadasi, Ha, hozirgi zamonaviy psixologlarning fikricha, onangning guli yana boshlandi. Nima debdi o'shalar? ularning fikricha ayolga mehr berish kerak, e'tibor berish kerak, ularni sevish kerak. Ha, biz nima qilyapsiz? Yer og'daryapsizmi? Yo, qoplab kartoshka tashiyapsizmi? Musurgacha o'zim to'kkalaman-ku. Sevgini musulga nima aloqasi bor? Siz meni diqqat bilan eshiting-da. Sevmay ol. Psix. O'zingiz psixsiz. Ayol kishini boru ardoqlash kerak, qo'lida ko'tarib yurish kerak. Yo'q, boshida ko'tarib yurish kerak. Onasini yemsan. O'zi bilardim bor-ku, sana oyog'ing yerdan uzilgan. O'sha psixologlaring erkaklar haqida ham nimadir deganmi? Yo'q, u psixolog faqat ayollar haqida gapiradi. Davom etaman. Xullas, ayol kishini oddiy kunda ham aylanishlarga olib chiqish kerak. Har xil narsalar olib berish kerak. Og'zidan chiqqanini muhayyo qilish kerak. Yo, har tug'ilgan kunida neobichniy sovg'alar bersam, har hafta zadarka borib maymunni ko'rib kelsa, shaharda kirmagan teshigi qolmagan bo'lsa, yana nima qilib beray? Lekin bu ayol kishi uchun kam. Ayol kishini chet ellarga olib chiqish kerak. Любой kiyimini olib berish kerak. Kerak bo'lsa, bitta mashincha ham olib berish kerak. Sen o'zing kim deb o'ylaysan? Og'zingga siqqanicha pul bersan, hamma sharoitimiz bo'lsa, uyimiz bo'lsa, bitta matischamiz bo'lsa, senga endi nima kerak? Nafs. Lekin bu ayollar statisi uchun kam. Aslida bu dunyoda hamma narsa ayollar uchun yaratilgan. Biz bormizki, hayot davom etur. Endi xotin mashi joyda bor-ku, jichcha qilib qo'yding-da. Jichami, ko'pmi, farqi yo'q. Ayollarga yarashaveradi. Ha, bu psixologlaring erkaklar haqida nimadir degandir? Degan. Shu 3000 varog'li kitobni oxirgi varog'ini bir burchagida ko'rib qoldim. Butun dunyo erkaklari haqidagi fikr menchigina ekan. O'lsam mayli. Xo'sh, nima degan ekan shunda? Erkak kishi o'lmasa yashaveradi, deyilgan ekan. O'zing ketasan yo borib qo'yaymi? Qayoqqa? Enaynikiga.